Melatonin yetishmovchiligi bu bosh miya qon tomir kasalligiga sabab bo'ladi. Melatonin ajralmaydi, kortizol ko'payib ketadi. Kortizol ko'paydi, marhamat sizga davleniya, spazmda. Shunaqa savol kelyaptiki, nega insult patsientlar ba'zilari yurib ketadi, ba'zilari yotoli bo'lib qoladi. Yutinishli qiyin bo'lishligi, даже taom yeyotganda so'laklar oqib ketishligi, shu holatlarda nima maslahat bersa bo'ladi? Insultdan keyin shunaqa bemorlar bor, o'z-o'zidan yig'lash, zo'raki yig'lash, o'z-o'zidan kulish, besabab ta'sirlanib ketadi. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Bugun bizning mehmonimiz Respublikanskiy reabilitatsion sentri nevrolog vrachi Charaz Bahadirovnalar. Assalomu alaykum Charaz opa. Assalomu alaykum Xurshid. Yaxshimisizlar? Rahmat, siz umisiz, yaxshi keldingizmi? Rahmat, shukr. Bugun insult kasalligi to'g'risida siz bilan suhbatlashgan, chaqirtirgandik. Bugun siz bilan insult kasalligi to'g'risida shu gaplashamiz. Insult kasalligini ikki xil ko'rinishini, misol uchun, siz immuniy yo'nalishingiz statsionar holatda bo'lsa, bizaniki nadamu statsionardan chiqqandek holatida qanaqa davom ettirishligi aynan reabilitatsiyani shu mazmunda. Insultdan keyingi reabilitatsiya. Insultdan keyingi reabilitatsiya. Bu masalada bizga savollar tayinlab kelishgan ekan. Shu savollarni birin-ketin ko'rib chiqsak nima deysiz? Bo'ladi. Chunki bu insultdan keyingi reabilitatsiya hozirgi kunda juda ham dolzarb, juda ham aktual temalardan biri hisoblanadi. Chunki insultdan keyin bilasiz, juda ham ko'p asoratlar ko'payib ketgan, insultdan keyin nogironliklar ko'payib ketgan. Menimcha o'ylayman, bugungi suhbatimiz juda ham maroqli, juda ham qiziqarli va insonlarga foydali bo'ladi deb o'ylayman. Hozir bu savolni o'qishdan oldin shu gapingizdan keyin bir narsa kelib qoldi. Hozirgi paytda haligacha bizga chalinyapti. Insultdan keyin insult patsientlarni 3 oy, 6 oygacha qimirlatmay pastelniy rejim qilish kerak degan bu nevrologlarning gapi bo'lyapti. Bu fikr to'g'ri. Bu ayrim qo'shtirnoq ichida shunaqa bo'lyapti nevrologlar tomonidan. O'zimni praktikamda ham bilasiz, bizda reabilitatsiya markazi asosan insultdan keyin ishlaymiz. Shunaqa bemorlar kelishadi, bo'g'imlar qotib ketgan, yotoq yaralar bilan kirib kelishadi-da. Nima qildinglar insultdan keyin desam aytishadiki, bizga vrachlar aytishdi, nevrologlar to'shda 3 oy bemorni qimirlatish mumkin emas, teyish mumkin emas, faqat yotsin deb aytishdi. Shu uchun ham biz yotdik deyshadi, juda ham bir og'ir, qo'pol asoratlar bilan kirib kelishadi. Albatta bu noto'g'ri. Bu fikrga umuman qo'shilmayman. Insultdan keyin nabarot biza qancha erta reabilitatsiya boshlasak, shuncha nima deydi, asoratlarni oldini olgan bo'lamiz, shuncha nogironlikni kamaytirgan bo'lamiz. To'g'ri, bunda imminni men o'zimni hayotimda patsientlarim o'rtasida bo'lgan holat, qaysi bolnitsaligini aytmayman. Bitta bolnitsada nevrolog ikkalasiga ham bir xil nazначение bergan, 3 oy pastelniy rejim qimirlatmaylar. Bittasiga 3 yil bo'lgan, 3 yildan keyin konsultatsiya ko'rgani boryapman, u odamni o'tirishga ham xohishi yo'q. Faqat yotoq, o'sha hech qanaqa hayotda unga qizig'i qolmagan, faqat osh-ovqatni olib kelib berishyapti, tegida pampersni almashtirib qo'yishyapti. Hamma udobsdan unga qilib berishgan, o'sha o'tirish ham unga qiziq emas. Даже u patsient siz ham taniysiz, siz oldingizga ham borishgan. Eng qizig'i u patsient ko'rib turib, holatidan kelib chiqib bizga shunaqa narsa aytdiki, bular bilan men turib yurib ketishlariga ko'zim yetmaydi, chunki o'sha ahvollari shunaqa, fizически ham og'ir, organizmda javob bermayapti. Faqatgina bundan ham yomon ahvol ketib qolmasliklari uchungina reabilitatsiya qilsak bo'ladi deb tavsiya bergan edik. Eng qizig'i shu gap siz ham aytgan ekansiz. Fikrimizda bitta joydan chiqqan. Buni o'sha sizni ismi, familiyangiz bilan birga aytishdi. Ular ham shu gapni aytgan edilar, tipi bizani sinab ko'rishmoqchi bo'lishgan. Yana bitta patsient xuddi o'sha bolnitsada bo'lyapti, ular ham insult bo'lgan. Ularga ham xuddi shunaqa 3 oylik pastelniy rejim deyishgan. Lekin buni ayollarni miyalariga sig'mayapti. Men hozir 3 oy yotqizib qo'ysam, qanaqa qilib turg'izib olaman? Keyin orada meni videolarimni ko'rib qolganlar, chaqirganlar, bolnitsadan chiqishlariga reabilitatsiyani boshlaganmiz. Bir oyda o'sha o'zlari mustaqil harakat qilyotdilar. Hozir mana oradan 6 oylik vaqt o'tgandan keyin, bir oylik reabilitatsiyamizdan keyin 6 oy o'zlari uyda uy sharoitida qarashgan. 6 oylardan keyin igloterapiyaga bordim ularga. Hovlida yer chopib yuribdilar. Insult bo'lgan. Hovlida yer chopib yuribdilar. Bu o'zimning praktikamda bo'lgan narsa-da. Mana sirazi insult bo'ldi, bolnitsadan chiqdi, reabilitatsiyani boshladik nadamu. Narigisini 3 oy yotqizishdi, 3 oydan keyin onda-sonda klinikalarga olib borishgan, aytib finansiy yaxshi qarashgan ular. Ana 3 oy, 3 yil o'tib ketgan bor, u klinika bo'ladimi, boshqa narsa bo'ladimi yaxshi qarashgan, lekin vaqtida qaralmaganligi uchun o'sha yotoq bo'lib qolgan. Ya'ni erta reabilitatsiya bo'lmaganda. Endi savollarga o'tamiz. Bizga tayinlab qo'yishgan, o'zi muhim savolligi bor ekan. Shu asosan obunachilarimiz tomonidan kelgan savollar, ikkalamizdan ham keladi bunaqa ko'p savollar, umumiy savollar olingan bu yerda. Insult bo'lgan odam to'liq tiklanishi mumkinmi yoki bu afsoda?
insult bo'lgan insonlar albatta to'liq tiklanishlari mumkin. Lekin bu yerda har bitta insonda bu insult bu shunaqaki har bir insonda har xil kechadi-da. Masalan, bosh miyada zararlanish achak, ya'ni o'chog'iga bog'liq. Kimdadir kattaroq achak, kimdadir kichkinaroq o'choq bo'ladi. O'shanga bog'liq bo'ladi ko'proq va insultdan keyin tiklanish qancha erta reabilitatsiya boshlasak, shuncha asoratlarni oldini olgan bo'lamiz. Demak, bu afsona emas. Albatta, insultdan keyin bemorlarni bemalol tiklasak bo'ladi, erta reabilitatsiya tufayli. Chunki mana praktikamda juda ham ko'p bo'lgan shunaqa bemorlar bor, umuman bir tomonlama plegiya bo'ladi, harakat cheklangan bo'ladi. O'sha insult bo'lgan kunidan boshlab to'g'ri tam reabilitatsiya dasturi tuzib beramiz va bu bemorlar o'sha 3 oy ichida qanaqadir yaxshi natijalarga erishadi. Hattoki plegiya darajasidan parez holatiga ham o'tishadi va asta-sekinlik bilan o'sha hayotda o'z o'rnlarini topib ketish imkoni yana ham ko'proq bo'ladi bunaqa insonlarda. Ya'ni shans deymiz ham, nima deydi? Imkoniyat. Ha, Charoz opa, qarang, yana bir savol. Qayta aytyapmiz, reabilitatsiyani erta boshlash kerak. Qachon o'sha ertani qanaqa belgilaymiz? Erta reabilitatsiya, men hozir oxirgi o'zimni praktikamdan oxirgi marta shu Koreya davlatida bo'ldik. Bir oy bo'ldim, u yerda Yaponiyada bo'ldik. Ularda reabilitatsiya reanimatsiyadan boshlanadi. Insult bo'lgan kunidan boshlab uje to'g'ri parvarish, bemorda bo'ladigan kontrakturalarni oldini olish, bo'ladigan yotoq yaralarni oldini olish, shunchalik shu uchun ham har doim aytaman, kasallarga o'sha o'tkir paytidan boshlab reabilitatsiyani boshlayveringlar. Ya'ni bu reabilitatsiyani nafaqat u reabilitologlar, balki o'sha uyda unga qarab turgan qarovchilar bor, yonidagi farzandi bo'ladimi, ayoli bo'ladimi, ularga ham bemorni to'g'ri parvarish qilish va to'g'ri reabilitatsiya qilishda ayrim mashqlarni, ayrim LFK mashqlarni ham o'sha uydagi yaqinlariga, ya'ni bemorning yaqinlariga ko'rsatib berishimiz va bu narsalarni davom ettirishimiz lozim bo'ladi. Reanimatsiya holatida. Biz ham ko'pchiligi shu gapni aytsak, reanimatsiya holatidan boshlash kerak reabilitatsiyani. Reabilitatsiya degani o'zi ko'pchilik patsientlarimiz shunaqa tushunishadiki, o'sha aktivniy holatda mashg'ulotlarni tushunishadi. Ha, ular aktiv. Ha, u bizada reabilitatsiyada passivniy rejim, aktivniy rejim bor. Misol uchun reanimatsiyada hushsiz yotganda ham qo'l oyoq bo'g'imlarini harakatlantirib turishligimiz, uni qotib qolmasligini, spazmni kuchayib ketmasligini oldini oladi o'zi aslida. O'shaning uchun ham reanimatsiyadan boshlash kerak degani shunaqa tushunamiz. Mana shu Koreyada ham birinchi kungi praktikam shunaqa bo'ldi. Bir insult, yoshlari katta, bir 78 yoshli onaxon insult bilan apalikada bemor, hushida emas, apalika holatida, lekin shularga ham reabilitatsiya qilishyapti. Passivni yotgan, hattoki uni o'tkazishyapti ham. Bo'g'imlar bilan ishlashyapti. O'sha kerakli bo'lgan, o'sha bemor ko'tara oladigan darajada o'sha reabilitatsiya muolajalari tavsiya qilinib olib borildi. Shuni o'zimizga guvohi bo'ldik. Lekin bizani bolnitsalarimizda bu narsalar hali rivojlanmagan. Bizani shifoxonalarda endi ming afsuski hali erta reabilitatsiya to'liq yo'lga qo'yilmagan. Ko'p shifoxonalarda endi mana hozirgi kunda Ijtimoiy himoya milliy agentligi tomonidan to'g'ri qarorlar, byurolar chiqarildi. Hozir buni ustida ish olib borilyapti. Ya'ni o'sha tibbiyot xodimlarini reabilitatsiya bo'yicha malakasini oshirish, yanada xalqqa o'sha insultga chalingan bemorlarga yanada yaxshi imkoniyatlar yaratish bo'yicha turli xil ishlar yo'lga qo'yilgan hozirgi kunda. Shunaqa savol kelyaptiki, nega insult patsientlar ba'zilari yurib ketadi, ba'zilari yotoqli bo'lib qoladi? Juda ham to'g'ri savol. Bu holat, bilasizmi nima? Bu bosh miyada zararlangan soha qay darajada katta yo kichikligi, yo bo'lmasa bu insult gemorragiyami, ishemiyami, bunga ham bog'liq. Keyin ayrim bemorlarimizni bundan tashqari bemorlarning yoshi ham katta rol o'ynaydi. Yoshidan tashqari uni qo'shimcha kasalliklari, ya'ni sahri bormi, yurakda aritmiyalar, fibrillatsiyalar, bundan tashqari boshqa qanaqadir autoimmun kasalliklar bor yo'qligi ham juda ham katta rol o'ynaydi. Chunki bizda bemorlarda qanchalik hamroh kasalliklar kam bo'lsa, shuncha biz tezroq, o'zingiz ham bilasiz, tezroq reabilitatsiya qilamiz, kerakli bo'lgan mashqlarni tezroq berib, ularni turg'izib, yurg'izib yuborish imkoniyati ko'proq bo'ladi. Endi shunaqa patsientlar bor, miyada achak ham katta, ya'ni o'choq katta bo'ladi. Bundan tashqari uni sahri bor, gipertoniya qo'shilgan, yurakda qanaqadir boshqa qo'shimcha kasalliklar bo'ladi. Bilasiz, bunaqa holatda kasallarga aktiv ishlamaymiz,
chunki aktiv ishlaydigan bo'lsak, buni haligi insultini davolamadi, biz Boshqa joyiga zarar qilib qo'yishimiz mumkin. Shu uchun ham men o'ylayman, har bitta bemorda bunaqa holatda har bir bemorda bunaqa holatda alohida yondashuv talab qiladi. Bemor holatidan kelib chiqib, yondosh kasalliklardan kelib chiqib, o'ziga individual programma tuzib, o'sha asosida ishlash. Individual programma reabilitatsiya dasturi tuzib, o'sha asosda ishlansa, yana ham natija ko'proq bo'ladi. To'g'ri. Chunki aytishadi-ku bemorlar, shunaqa gaplar eshitaman. Endi bemorlar aytishadi, "Ani doktorga boruvdim, yurg'izib yuboribdi, men ham o'shanga bordim" deyishadi-da. Aslida u bemorda, ya'ni uni boshqa kasalliklari bor. Uni boshida bir unda gemorragiya, bunda ishemiya bo'lishi mumkin-da. U endi bemorlarning tushunchasi bu. Ha, insult hammasini bir xil deb o'ylashadi. Aslida uni bir xil bo'lmaydi. Bemor holatidan har xil kechadi. To'g'ri, yondosh kasalliklar hammasi rol o'ynaydi, katta kichkinaligi, to'g'ri aytdingiz. Xo'p, keyingi savolni o'qiymiz. Reabilitatsiyani kech boshlashlik qanaqa oqibatlar beradi? Reabilitatsiyani kech boshlasak, bu juda ham ko'p asoratlarga olib keladi. Birinchi navbatda spastika kuchayadi. Ya'ni bemorlarda o'sha zararlangan tomonda tonusni oshishi, bundan tashqari turli xil kontrakturalar. Eng yomoni bu kontraktura, chunki bemor qaralmagandan keyin, vaqtida reabilitatsiya qilmagandan keyin bilasiz, bo'g'imlar qotishi boshlaydi. Nafaqat yirik bo'g'imlar, mayda bo'g'imlarda ham kontrakturalar. Bundan tashqari yotoq yaralari. Bundan tashqari vaqtida olib borilmagan reabilitatsiya tufayli bemorlarimizning psixikasida ham o'zgarishlar bo'ladi. Ya'ni bu bemorlar o'sha harakat qilmagandan keyin, yurmagandan keyin, turmagandan keyin bularda o'sha depressiya boshlanadi. Ya'ni kayfiyati tushib ketishi, motivatsiyani yo'qolishida. Bundan tashqari yana bir asosiy asoratlardan biri bemorlarda harakat bo'lmagandan keyin, vaqtida reabilitatsiya chora-tadbirlari o'tkazilmagandan keyin o'sha qo'llarda, oyoqlarda atrofiyalar kuzatiladi. Ya'ni mushak massani kichrayib ketish holatlari juda ham ko'p kuzatiladi bemorlarda. Yotishga o'rganib qolishadi, o'sha keyin turg'izish qiyin bo'ladi. O'sha psixikasida boya to'g'ri aytdingiz, o'sha yotishga o'rganib qolgandan keyin unga kelib reabilitatsiya qildiraman desangiz yoqmaydi, chunki og'ruvli bo'ladi. Yumshatish uchun birinchidan vaqt ko'p ketadi. O'sha ularning reabilitatsiyasi boshida boshlangandan keyin 1 oydan 3 oygacha yaxshi bo'ladigan bo'lsa, asoratlari kam qolib, ancha harakati, sog'lom turmush tarziga kirish oson bo'lsa, o'sha undan keyingilarniki yana tiklanishi cho'ziladi. 6 oy kerak bo'lsa, 1 yillab reabilitatsiya olib yurish kerak bo'ladi. Tonusni yumshatayotganda, spazmlar bilan ishlayotganda tabiiy og'ruv bo'ladi, busiz iloji yo'q. Og'ruv bo'lgani hisobiga reabilitologlarni haydab yuboradi. Shu bilan yana butkul nogironlikgacha olib borib qo'yishi mumkin. Bu reabilitatsiyani kech boshlash asoratlarining eng yomoni. Birgina kech boshlash oqibatida turli xil qo'shimcha kasalliklarni orttirib olishadi bemorlar. Hali kontraktura, o'sha atrofiyalar, psixikadagi o'zgarishlar, bular hammasi o'sha kech reabilitatsiya tufayli yuzaga keladi. Yana yotishga o'rganib qolishadi. Yana yotishga o'rganishadi, yana dangasa bo'lishadi. Mazada. Sizlar ham, mana sizlarga o'xshagan reabilitologlar ham qiynalasizlar ishlashga. Chunki og'riq bo'ladi. O'zi reabilitatsiyada men shu narsani tushunib yetganmanki, birinchi o'chirda mashg'ulotdan ham burun psixologik ishlash kerak. Bemor psixologik birga tushunib bir-biringlarni ishlay olmasanglar, u bilan natija qilish qiyin bo'ladi. U misol uchun, ana kelyaptimi deb ensasini qotirib kutib tursa, siz kelmasligingizni xohlasa, kelgandan keyin birga ishlagingiz kelmasa, u odamga siz natija qilib berishingiz qiyin-da. Naborot, bugun keladigan vaqti soat 2 bo'ldi, 2da kelish kerak, nega kech qolyapti, telefon qilib kutib o'tiradi. Bizdan juda ko'pchilik mana shunaqa kutib o'tiradi. Chunki men bolalarimga har doim tayyorlayman, birinchi o'chirda psixologik ishla. Gapirishni xohlamasang ham gapir, u bilan gaplash. U o'tib ketgan choyxonasini gaplash, o'rtoqlarini gaplash, qayerga borardi, nima ovqat yaxshi ko'radi, bu gaplashib, kelishib ishlamasa, u shu bo'lmaydi. Qiyin unda. Albatta. Shunaqa vaziyatlar bo'ladi. Tabiiy og'ruvsiz bo'lmaydi duomizda. Endi og'ruv hech kimga yoqmaydi, o'zimizga ham kerak bo'lsa yoqmaydi. Bir et-betimiz og'risa qanaqa yugurib qolamiz. Og'ruv bo'layotgan paytda uni psixologikga aldash kerak deb men ko'p tushuntiraman-da. Misol uchun nima? Oldingi narsalarni bitta gapirtirib qo'yasiz-da, o'sha gapirayotgan paytda bitta og'ruvli joyini o'tkazib yuborasiz. Chalg'iydi-da, miya boshqa joyda bo'ladi, zato bu boshqa yoqqa qaraydi. Bu ishingizni bitkazib olasiz-da, uni qo'l ochilishi kerak bo'lsa, ochib olasiz, ko'tarish kerak bo'lsa, ko'tarib olasiz. Bu reabilitatsiyani birinchi o'chirda aytganimdagi psixologik ishlamasa, menimcha bizning kasbda qiyin bo'lsa kerak. Qiyin bo'ladi, albatta. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz.
Insultdan keyin eng muhim birinchi 3 oyda nima qilish kerak? Bu reabilitatsiyadan keyin birinchi 3 oy bu men oltin davr deb aytaman. Chunki bu 3 oyda olingan natijani bemorlar keyin 3 yilda ham bu natijani olisha olmaydi. Ya'ni bemorlar shu insult bo'ldi, uyga chiqqandan keyin bizani o'zbek xalqimiz bilasiz, nima yaxshi ko'rishadi, kapelnitsa yaxshi ko'rishadi. 10 kun больницада kapelnitsa olgan yetmaganda uyga chiqib ham o'zimda ham bo'ladi, kelishadi, doktor dori yozib bering, uyda ham kapelnitsam davom ettiring deyshadi. Ularga tushuntirishga harakat qilaman. Opa, siz 10 kun больницада qilinadigan dorilar qilindi, birinchi yordam ko'rsatildi. Bu yog'iga reabilitatsiya deyman har doim. Birinchi 3 oy qattiq o'shinglar, aktivni ishlash kerak. Ya'ni kelinglar, kerak bo'lsa больницаga yotqizamiz, reabilitatsiya chora-tadbirlarini tuzamiz va reabilitatsiyani boshlaymiz. Lekin bu bizada yotgan 10 kun kamda bemorlarga. Men aytaman har doim bizada 10 kun, 15 kun yotdingizmi, uyga chiqib albatta reabilitatsiyani davom ettiring. Chunki bilasiz, neyroplastiklik degan narsa bor-da miyada. Biza qancha ko'p ishlasak, qancha ko'p harakat, qancha ko'p vaqtida to'g'ri reabilitatsiya qilsak, shuncha tiklanish tezroq bo'ladi va shuncha asoratlar kamroq bo'ladi. Shu uchun ham bu 3 oy men oltin davr deb aytaman. To'g'ri. Misol uchun mana больницаdan chiqqandan keyin iloji bo'lsa uyda ham davom ettirish kerak deyapsiz. Uyda ham o'zi mutaxassis bilan ishlagani menimcha yaxshi bo'lsa kerak, reabilitolog mutaxassislar bilan. Hozirgi paytda mana siz endi klinika, statsionar sharoitda ishlaganingiz uchun, men ko'chada ishlaganim uchun menda bo'ladigan muammolarning kattasi, chiqqandan keyin ko'p nevrologlarimiz massaj deb yozib berishyapti. Massaj deb yozib berishyapti. Mana kuni kecha Samarqandga konsultatsiyaga borganimizda 3 ta bemordan bir xil gap eshityapman. Bir xil gap, nima bo'ldi? Massaj yozib berishgan nevrologlar, ular massajchi chaqirib massaj olishgan. Massajchi og'riqli qilgan. Boy yetganimizga psixologik ishlamagan, bemor holatidan kelib chiqib to'g'ri programma tuzib ishlamaganligi sababli bemorda og'riq kuzatildi. Og'riq kuzatilgandan keyin 3-kun, 4-kun uje massajchini haydab yuboryapti. Orada bittasi 1 yil, bittasi 3 yil yotibdi. Bu 3 yil asorat qolib ketganda. Bu sababi boshda o'sha massajchi, reabilitologman deb borgan massajchilarimiz to'g'ri ishlamaganligi. Shunda ham men tavsiya berardim. Iloji bo'lsa reabilitolog mutaxassislar bilan birgalikda ishlashlik. Chunki hozir oddiy massajchilar ham insultlar bilan ishlayman deb turib borib massaj qilishyapti. Даже o'zimni praktikamda bo'ldi, bir kun konsultatsiyaga boryapman. O'zi bir yoq tarafi insult bo'lib yotgan patsientni 5 kun, 6 kun massaj qilganda повтор давление ko'tarilib ketib, повтор insult o'tkazgan, ikkinchi tarafiga bergan, уже butkul nogiron bo'lib qoldi. Chunki ular reabilitolog emas-da. Ular reabilitolog emas, o'tda bemor bilan qanaqa ishlash, qaysi etapda nimalar qilish kerakligi haqida bilishmaydi. Bu gapingizga 100% qo'shilaman. Bu ham o'sha Qo'shtirnoy ichidagi massajistkalar juda ham ko'payib ketishgan. Reabilitologman deyshadi. Aslida reabilitatsiya to'g'risida hali to'liq tushuncha bo'lmaydi ularda. Shu uchun ham men o'ylaymanki, o'sha kerakli reabilitolog mutaxassisi borib, o'sha ular bilan qanaqa to'g'ri ishlash, to'g'ri parvarish, nimalar qilish kerakligi haqida o'zlari tushuncha berib, o'zlari ishlaganlari menimcha yana ham yaxshiroq bo'lgan bo'lardi. Keyin o'zim ham massajni men shunaqa tushunaman. Bu o'zi shunaqa keladi-yu. Massajni men reabilitatsiyada qo'shimcha narsa, ikkilamchi narsa deb hisoblayman. Sababi u mashg'ulotdan oldingi qo'l oyoq bo'g'imlarni yumshatib berish uchun. Xuddi oddiy zalga chiqsak ham birinchi razminka qilib yugurib, keyin og'irroq mashg'ulotlar qilamiz-ku. Da, bu gapingizga qo'shilaman, chunki hamma mana shu rivojlangan davlatlarda ham, hamma rivojlangan davlatlarning reabilitatsiya markaziga borsangiz, ularda massaj emas, ularda bo'g'imlar bilan, ya'ni LFK tochka bilan ishlashadi-da. U bitta bizada massaj qilinadi. Nimagadir bizani mentalitet xalqimiz ham massajni yaxshi ko'rishadi. Hattoki shunaqa kasallik kirib kelishadi, kontraktura bo'lib qotgan, уже bo'g'imlar bilan ishlash qiyin, og'riqli-da. Uyda nima qildinglar? Mana 6 oy o'tibdi, uyda nima ishlar qildinglar desa, aytishadiki, biz faqat massaj oldik deyshadi-da. Faqat massaj qilingan, hech qanaqa bo'g'imlar bilan, hech qanaqa tochkalar bilan ishlanmagan. Quruq massajni o'zi bilan kontrakturaga olib kelishgan kasali. Shu darajada shu asoratlarga olib kelib qo'yishgan bemori. Yaqinda xuddi mana siz aytayotgan narsa men patsientimda bo'lyapti. To'xtovsiz biz massaj olib kelyapmiz deyapti. Lekin qo'l oyoqni ko'rsangiz o'sha tonus, spazm. Da. Уже qotib yotibdi. Men keyin уже сразу aytdim, bu shuncha paytdan beri massaj olib kelayotgan bemor emas. To'g'ri massaj qilinmagan. Massaj o'zi bilan ish bitmayapti. Sizga полный reabilitatsiya kompleks muolajasi kerak bo'ladi. Yana qo'shimcha tarzda aytmoqchi edim. Hozirgi paytda yana chiqyapti-ku, internetlarda ko'rib qolamiz-da. Insultni igla terapiya bilan tuzatib yuboramiz. Bu fikringiz nima deysiz? Yo'q, mana
Ming afsuski, bunaqa holatlar ko'p o'zimni praktikamda ham bo'ladi. Bemorlarimdan eshitaman. Nina qo'yib yurg'izib yuborar ekan, nina qo'yib ishlatib yuborar ekan, u ninaga 3 oy borishim kerak ekan, u nina mana buncha pul turar ekan deyishadi. Endi ming afsus, mayli, men igloterapiyaga meni e'tirozim yo'q. To'g'ri ishlatilsa. To'g'ri ishlatilsa, ya'ni haligi Reabilitatsiya bilan reabilitatsiyada parallelniy bo'lsa. bo'lsa, ya'ni kompleks reabilitatsiyada bekorga yetmaydi-da. Kompleks reabilitatsiyani ichida o'tiradi. Razrabotka ham bor, iglasi ham bor, haligi to'plari hammasi, fizioterapiya ham bor. U boshqa gap. Lekin hech qanaqa razrabotka qilmasdan, hech qanaqa reabilitatsiya qilmasdan quruq nina qo'yishga men qarshiman. O'zi bu yerda ninani vazifasini birinchi olaylik. Nina o'zi birinchi asabni tinchlantiradi. Spazmlarni ketkazadi, tonuslarni keltiradi. Og'riqlarni kamaytirib berishga yordam beradi. Endi spazmlarni ketkazish uchun biz nina qo'yamiz, og'riqlarni ketkazish uchun nina qo'yamiz-da, LFK mashg'ulotlari bo'lmayapti. Bu bir-biriga bog'liq bo'lgan narsa-da. Bu ham o'zi aslida massajga o'xshab ikkilamchi narsa hisoblanadi. Parallelniy reabilitatsiya bilan kompleks tarzda siz aytgandek bo'ladigan bo'lsa, biz kutgan natijani beradi. Shunaqa. Lekin u faqat ninani o'ziga ishonib qolishlik bu noto'g'ri. Bu fikrga albatta qo'shilmayman. Har doim aytaman, kompleks reabilitatsiya. Mana bizda yotgan bemorlarga ham kompleks yondashuv, individual podxod bo'ladi. O'shanda biron bir natija ola olamiz. O'shaning uchun biz ham shuni kompleks qilib qo'yganmiz. Misol uchun bizda bilasiz, masaj deymiz, o'zi aslida masaj deb bo'lmaydi, to'chishni ishlanadi bizda. Endi chunki bizning xalqimiz masaj deb tushunib qolgani uchun masaj deb tushuntiramiz. Parajena tarafi bo'g'imlarni o'zida ishlanadi. 15-20 minutlik bu imini to'chishni. To'chishni massaj bo'ladi, LFK mashg'ulotlari bo'ladi, fizioterapiya bo'ladi, igloterapiya bo'ladi. Даже gapirish nuqsoni bo'lsa, logoped bo'ladi. Shularning hammasini biz uyga birgalikda uyga borib qilib beramiz. Misol uchun bu sizlardan chiqqandan keyin bizga kelyapti deganida, to biz turib yurguncha biz qarab beramiz. Bu orada misol uchun 3 oylik, 6 oylik qachon sizlarga boradigan bo'lsa yotib chiqaversin. Chunki men klinikalarga hech qachon qarshilik qilmaganman. Sabab ularning оборудованиесі birinchidan bizdan kuchli, doktorlar nazoratida bo'ladi, doktorlarni misol uchun. O'shaning uchun men har doim klinikaga yaxshi deyman, boraman deydiganlarga, undan keyin to'xtatib qo'yish kerak emas. Davom ettirish kerak. Eng asosiysi reabilitatsiyani davom ettirish kerak. Insultdan keyin yotib dam olib o'zi tiklanib ketadi degan gap qanchalik to'g'ri? Insultdan keyin yotib tiklanadi degan gap bu 100% noto'g'ri, albatta. Chunki bemorlar insultdan keyin yotdimi, yotib qoladi, Xurshid. Ularni psixikasi o'zgaradi. Depressiyaga tushadi, harakatlar cheklanadi. Ularni hattoki ertaga o'tkazishga ham qiynalasiz-da. Ular bilan ishlash ham qiyin bo'ladi. Shu uchun ham men har doim aytadigan gapim, insultdan keyin harakat va yana harakat. Ularning zo'r gapi bor. Meni qo'shnim yurib ketgan-ku deydi. Точно. Shunaqa. Afsuski, ming afsuski shunaqa. Yana insultlarimizda ko'p uchraydigan holatlardan bittasi nutq bilan xotira yo'qolishligi. Yutunishli qiyin bo'lishligi, даже taom yeyotganda so'laklar oqib ketishligi, shu holatlarda nima maslahat bersa bo'ladi? Albatta, bu holat ham, ya'ni bu asorat ham, nutqdagi o'zgarishlar juda ham ko'p uchraydi bemorlarda. Nutqdagi o'zgarishlarda ham yana borib reabilitatsiyani erta boshlashga taqaladi. Chunki nutqda o'zgarish bo'lganda har doim aytamiz, reabilitolog bilan parallelni logoped ishlasin. Logoped bemor qancha ko'p logoped ishlasa, shuncha, bu ham o'sha birinchi 3 oyda-da, qancha yaxshi ishlasangiz, shuncha gapirtirib olish bemorlarni osonroq bo'ladi. Chunki birinchi biz bu bemorlar albatta birdaniga gapirib keta olmaydi. Birinchi ovoz chiqarish boshlashadi, keyin qaysidir harfni aytish boshlashadi. Bolalarga o'xshab, xuddi bolalarni gapirtirasiz, yosh bolani shunaqa narsa-da. Ovoz chiqarishadi, harflarni aytishadi, keyin bu harflarni bir-biriga qo'shishni boshlatamiz. Eng oson so'zlarni birinchi sinfda alif, be, ona, ota, bola, shunaqa so'zlarni aytish boshlashadi va asta-asta o'sha logoped tomonidan ishlab borilganda bu bemorlar keyin sekin-sekin so'zlarni bir-biriga qo'shib, asta-asta gapirishni boshlashadi. Bu uchun ham erta reabilitatsiya muhim. Chunki shunaqa patsientlarimiz bor, 1 yildan keyin, 2 yildan keyin logoped chaqirib ishlashni boshlashadi. Albatta bu noto'g'ri. Keyin mana shu qabulimda o'tirganda ham ahamiyat beraman-da, bemor gapira olmaydi, lekin nimadir aytmoqchi bo'ladi, harakat qilsa, oldida qarindoshlari, farzandlari endi yaxshilik qilmoqchi bo'lishadi, uni o'rniga gapirib qo'yishadi-da. Men aytaman, sabr qilinglar, o'zi gapirsinlar. Mayli imo ishora, qaysidir harflarni aytib bo'lsa ham o'zlari gapirishiga qo'yib beringlar deyman. Chunki bemor o'zi harakat qilib, o'zi gapirsa, shuncha miyaga signal bo'ladi va shuncha gapirib ketishlari osonroq bo'ladi. Biz ko'pincha farzandlar yaxshilik qilamiz deymiz-da, aslida o'zimiz bilmagan holatda yomonlik qilayotganimizni tushunmay qolamiz.
Bunga misol keltirardim, nima shu uyga chiqqandan keyin даже harakat qila oladi, o'tira oladi bemor deylik. O'tira olsa ham qo'lidan ushlab o'tkazib qo'yishligimizni o'zimda даже birinchi marta Namangan konsultatsiyaga borganimda shunaqa holat bo'lyapti. Bitta patsientimizni endi qo'l oyoqlarini, mushsalarini hamma kuchi qancha turda bor hammasini ko'rdik. Holatlarichi hamma harakat qila oladigan, faqat yon atrofdan ko'p yordam bo'lgani uchun dangasa bo'lishadi-da. Keyin bolalari hammasi yonimda atrofimda turishibdi, hech kimga tekkizmasdan o'tiring davomli. Kutib turaman, xuddi siz aytgandek, to o'zlari qiynalsinlar, oyoqlarini bittasini tushirsinlar, ikkinchisi bilan yordam qanaqa qilib bo'lsa ham o'zlari qilsinlar. O'tirdilar amallab, o'tirib olgandan keyin уже o'tirguncha qiynaldilar-da o'zi. O'zi o'tira olinglar. Tanalari javob beradi o'tirishligiga. Dash turib yurishga javob beradi. Holatlari. Prosta ularni ko'p erkalashgani uchun shunaqa bo'lib qolgan. Dangasalar. Keyin suv ichaman dedilar. Suv beringlar deb men o'zim ham aytdim. Suv ichayotganlarida ichirib qo'yishyapti. Piladan kattaroq kosadan kichikroq narsada olib kelishdi. Yo'q, o'zlari ushlanglar dedim. Ikkinchi qo'llari bilan ham shunaqa qilib ushladilar, suvni o'zlari ichyaptilar. To'g'ri, sal qo'llari qaltiragan bo'lishi mumkin, lekin shuni 1 yil oldin qilishganda, o'sha soppa-sop bo'lib ketishlari mumkin. Natija yana ham yaxshi bo'lardi. Endi u shuncha vaqt o'tib ketdi, shuncha yordam berildi, bu biz o'zi yaxshilik qilyapmiz deb o'ylaymiz degan gapingizga misol keltiraman. Keyin turg'izib yurg'izibman. To'g'ri, birinchisi qo'llaridan ushlab turdimda, keyin sekin yonlariga o'tib olib, yuring davomman deb qo'limni tekkizmasdan turib yonlariga turib olganman, qo'limni ko'tarolmadim. Men ko'p shunaqa odatim bor. Men patsientlar bilan ishlayotganda o'zini natijasini ko'rsatish uchun qo'limni sekin olib qo'yaman. U meni ushlab turibdi deb o'ylaydi patsient. Oila a'zolari ko'radi o'zi yurayotganligini. Aslida ushlamagan bo'lasiz. Ushlamagan bo'laman. U psixikasida bor-da, meni ushlab turibdi, yiqilsam ushlab qoladi degan. Straxovka yonida turaman lekin обязательно. Chunki yiqilib tushsa yana ham og'ir ahvolga olib kelib qo'yadi. Yiqilib tushmasin deb yonida turaman-da. Sekin yurg'izayotganimni ko'rib, o'zi hayron qolishadi-da, ana uydagilar. U shuncha narsa qilar ekansiz, nimaga bilan chaqirdik deb qolishdi-da, даже bunaqa holatlar juda ham ko'p bo'ladi. Men aytmoqchi bo'lganim shu, yonidagilar yaxshilik qilaman deb turib yomonlik qilib qo'yishligi masalasi. O'zbekchilikda bu yog'i. Shunaqa. Keyin xotira to'g'risida ham gaplashdik. Men xotirani tiklanishiga asosan shunaqa qilamanki, o'tmishda bo'lgan narsalarni ko'proq gaplashinglar. Albatta. Eski misol uchun yoshlikda tushgan rasmlarni ko'rsatib, bu kim edi, otlarni so'rab, bu kim, to'g'ri adashishi mumkin, etolmasligi mumkin, qiynalishi mumkin. Eturganligi bilan sekin-sekin tiklanadi. Uni bo'ldi eslamayapti-yu deb oldida bilganligini qilib o'tirish to'g'ri emas deb bilaman. Imkon boricha ko'proq ular bilan gaplashish kerak. Muloqot bo'lishi kerak. Chunki kognitiv reabilitatsiya degan narsa bor. Kognitiv faoliyat yaxshilash, xotirani yaxshilash uchun ham o'zini turli xil mashqlari, o'zini o'tkazadigan, uni ham chora-tadbirlari bor. Shu uchun men aytaman, xotirasi pasaygan, kognitiv faoliyatda o'zgarishi bor bemorlar ham erta kognitiv reabilitatsiyani boshlashlarini tavsiya qilaman har doim. Insultdan keyingi patsientlar xarakteri yoki psixikasi o'zgaradimi? Albatta, insultdan keyin bemorlarni xarakterida ham, psixikasida ham o'zgarish bo'ladi. Chunki bilasizlar, insultdan keyin shunaqa bemorlar bor, o'z-o'zidan yig'lash, zo'raki yig'lash, o'z-o'zidan kulish besabab ta'sirlanib ketadi. Ya'ni endi biz buni nevrologiyada bulbarniy, psevdobulbarniy sindrom deymiz. Endi bu uchun to'xtalmoqchi emasman, lekin bilsangiz, shu insultga chalingan kasallarda yana shunaqa holat bo'ladi. Yaxshi ko'rgan insonlarni yoqtirmay qolishadi. Oldin maza qilib gaplashgan insoniga nima qilishadi, kirmasin oldimga-da, yoqtirmay qoladilar. Bundan tashqari emotsionalniy bo'lib qolishadi. Sal narsaga xafa, motivatsiya yo'q. Nimaga? Insultda bu bemorlarda nafaqat bosh miyada bu o'sha insultlarda nafaqat bu qo'l oyoqlarda harakat cheklanish, nutqda o'zgarish, balki bu bizani o'sha bosh miyada emotsiyaga javob beradigan, motivatsiyaga javob beradigan markazlar ham zararlanadi. Shuni hisobiga bemorlarimizda xarakterida, xulq-atvorida turli xil o'zgarishlar paydo bo'ladi. Shu uchun ham bunaqa bemorlarga aytamizki, o'sha bekorga aytmaydi-da, multidisiplinar jamoa degani nima bor? Multidisiplinar jamoa deyiladi. Ya'ni bu jamoani ichida albatta bizda nevrolog, reabilitologdan tashqari psixolog ham bo'lishi kerak-da. Chunki bu bemorlarga psixologik yondashuv, bularni endi bilasiz, o'zingiz psixologik treninglar o'tkazishadi. Shu uchun ham albatta psixolog ko'rigi juda ham muhim hisoblanadi. Aynan shunaqa holatlarda bemorlarda. Xo'p, yana bitta savolimiz, massaj o'zi insultga yetarlimi?
Yo'q, bu narsaga men juda ham qarshiman. Massajni o'zi hech qachon yetarli bo'lmaydi insultda. Massaj bu как qo'shimchada. Insultga ikkilamchi narsa bu. Asosiy reabilitatsiya qilinadi, LFK mashg'ulotlarini qilamiz, mayda yirik bo'g'imlar bilan ishlaymiz. Massaj bu qo'shimcha ketishi mumkin. Misol uchun men aytaman, massaj olmasang ham, lekin reabilitatsiya qilgin, bo'g'imlar bilan ishlagin deyman. Lekin bo'g'imlar bilan ishlama, faqat massaj ol deb hech kimga aytib bo'lmaydi. Albatta bu noto'g'ri narsa, chunki quruq massaj bilan yaxshi natija olib bo'lmaydi hech qachon. Endi hozir shunaqa massajchilarimiz ko'p-da, insultlarni men o'zim turg'izib yuboraman massaj qilib deydigan. Bularga nima deysiz? Yo'q, men hali misol uchun 20 yillik, 30 yillik massajchiman deyishadi yana. Yo'q, men shu 15 yillik praktikamdan ayta olaman. Mana 15 yildan beri shu insultga chalingan, nogironligi bo'lgan shaxslar bilan ish olib boraman. Men hali birorta bir bemorimni ko'rmadimki, quruq massaj olib yurib ketganini. Unaqasini hali ko'rmadim praktikada. Hamma yurib ketgan bemorlarni bilaman, ular bilan aktiv vaqtida reabilitatsiya boshlangan, to'g'ri nima deydi? To'g'ri LFK mashqlari olib borilgan insonlar har doim tezroq oyoqqa turib ketishi va yurib ketish imkoniyati yuqori bo'ladi ularda. Bu ani aytdim, qo'shnim o'zi yurib ketdi dedi. Shunaqalar massaj olib qo'ygan bo'lsa kerak-da. O'sha hisobiga gaplar chiqib ketgan, o'shalarni yurg'izib yubordim, turg'izib yubordim. Bir xillarda bilasiz-ku, bosh miyada insultdan keyin o'zi kichkina achak bo'ladi, qanaqadir yengil parezlar bo'ladi, qanaqadir совпадение, mos kelish bo'lib qoladi. Shu massajdan keyin yurib ketdim deb o'ylashadi. To'g'ri kelib qoladi. Aslida u faqat massaj o'zi bilan yurib ketishi bu qiyin masala. LFK mashg'ulotlarisiz bo'lmaydi. O'zi aslida professionalni qarasangiz shunaqa, lekin xalq ichida hozir massaj bo'lib qolgan. Chunki ochig'i massajchilarimiz siz aytgandek to'g'ri kelib qolyapti, yurib ketishga. Massajchilarimiz, конечно, mendan xafa bo'lib qolishmasin, albatta. Hamma o'zini ishini qilgan. Hamma o'zini ishini qilgan yaxshi. Kerak paytda massaj qilamiz, kerak paytda LFK mashqlarini olib borganimiz menimcha maqsadga muvofiqroq bo'ladi. Yo'q, massajni biz ham kerak emas deb setga surmaymiz, to'g'ri ishlatish faqat. To'g'ri, da. Xuddi igloterapiya, misol uchun nevrologik kasalliklarda yaxshi yordam beradi, faqat to'g'ri ishlatish kerak. To'g'ri ishlatish kerak. Bu через plus reabilitatsiya. LFK mashg'ulotlari bilan birgalikda qilsangiz, natija yaxshiroq bo'ladi. Lekin faqat iglani o'zi bilan xuddi boya aytganingizdek to'g'ri kelib qolmasa agar, faqat massaj bilan bo'lmaydi. O'shaning uchun kompleks reabilitatsiya deyiladi-da. Shunday ham ma'lumot tarzida aytib ketaylik. Hozir bu biz gaplashayotganlarimiz jahon standartlari bo'yicha gaplashyapmiz. Bu misol uchun faqat o'zimizning gaplar emas. Chunki kechagina shunaqa video ko'rib qoldim. Germaniyalik bitta doktor o'zbek doktor o'zbekchalab gapiryapti. Insultdan keyin deydi, reabilitatsiya birinchi o'chirtda deb turib gapirganiga, un kommentariyasiga shunaqa gaplar yozishibdi-da. Sen o'zi doktormisan, qanaqasiga? Mana bu dorisiz qanaqa tuzaladi degan gaplanadi. Keyin u aytayaptiki, men deydi, o'zimning gapimni gapirmadim deyapti. O'sha jahon standartlariga to'g'ri keladigan internetdan shunda ochdi, ko'rsatdi. Mana insultdan keyingi reabilitatsiyalar deyapti, nimaga bironta dori yo'q deyapti. Insultdan keyin qo'lni tiklanish, oyoqni tiklanishi mashg'ulotlar, mana shu ketma-ketlikda faqat reabilitatsiya mashg'ulotlari ketyapti-da. Nega bu yerda dori yo'q deyapti? Bu meni o'zimning gapim emas, jahon nevrologlarini gapi deb chiroyli tushuntirib qo'ydi. Mana meni shuncha qo'shtirnochilik kommentariya yozgan doktorlarga akkuratni. Chunki mana gapingizni bo'ldim. Hamma rivojlangan davlatlarda u reabilitatsiya markazida kapelnitsa olib yotmaydi hech qaysi bemor. Ular bilan aktiv ishlanadi. Hammasiga individual programma reabilitatsiya dasturi tuziladi va ular bilan alohida ishlanadi-da. Nimagadir bizning mentalitetma ko'p aytaman, kasallarimizni kapelnitsa olishni yaxshi ko'rishadi. O'zimiz ham mana kasallar uyiga borsak-chi, ishonasizmi? Mana shunday quti qilib qo'yishadi, ichi to'la dori. Bu dorini qanaqa ichish ham esdan chiqib qolishi mumkin. Yana ko'p ko'ramiz, spiska qilib yozib olishadi. Men vaqtida ham dorini ichishim kerak, men vaqtida ham dorini ichishim kerak. To'g'ri, mana dori ichish kerak, lekin mana qonni suyultirib turish uchun, davleniyani ushlab turish uchun u boshqa narsa. Lekin kerak emas dorilarni qo'yib qo'yishadi. Bir aytganingizdek bir 20 xil dori bo'ladi, hayron qolasiz. Soatlariga qarab hayron qolaman-da, nimaga shuncha dori deyman-da. Yana hozir aytgancha shu joyga kelib qoladi, o'zi bilasiz. Internetlarda ko'payyapti. Mana shu dorini ichsangiz, insultdan qutulib ketasiz. Bat bu. Men bu narsaga juda ham qarshiman. Xurshid, yaqinda shunaqa holat bo'ldi. Bir bemor insult o'tkazganlar, lekin ularda Parkinson kasalligi ham bor-da. Plusda ular protivoparkinsonический dori ichib yuradilar. Levodopa, karbidopada. Bitta hozir shu dorini aytmay qo'ya qolay. Oti ham internetlarga kirib qiziqdim, otini ham bilaman. Aytmay qo'ya qolay deyapman. Shu dorini bunga reklama qilishga, insultni ham tuzatib yuboradi, Parkinsonni ham tuzatib yuboradi degandek, bu onaxon ishonib o'shandan bir 10 ta korobka sotib olgan. Eng achinarlisi,
haligi Parkinsonga qarshi dorilarni to'xtatganlarda aynan shu batni ichish boshlaganlar va natijada kasal og'irlashib qolgan. Ularda bilasiz Parkinsonni akinetika rigid formasi, ya'ni skovanность bo'ladi, qotib qoladi, bo'g'imlar qotib qolgan, bemor umuman yura olmay qolgan va bu bemor menga telefon qilyaptilar, iltimos Sharoz Bahodirni uyga kelib ko'rib keting. Ha, nima bo'ldi desam, mana shu dorini ichuvdim, shunaqa holatga keldim. Endi bu juda ham achinarli holat. Men bu narsalarga qarshiman. Aynan o'sha hozirgi aytganingizdek bitta dorini ko'rsatadi, hamma narsaga davoda, insultga ham, prostataga ham, ana bo'yda bo'lmayotganiga ham foyda, bosh og'rig'iga ham foyda. Albatta bular hammasi noto'g'ri narsalar. Yana achinarlisi, bu reklamani vrachlar qilishmaydi. Vrachlar, tibbiyot xodimlari tomonidan bo'lmaydi bu reklamalar. Bu reklamalar imенно o'sha tibbiyotga umuman aloqasi bo'lmagan insonlar tomonidan nima deydi, targ'ibot qilinadi-da. Eng achinarlisi. Shunaqa holat bo'ldi. Mana yaqinda men o'zimga xuddi shunaqa aloqaga chiqishyapti. Shunaqa bad dorini reklama qilib, "Men doktorman" deyapti. O'sha doktorlar ham bor. Doktor. Ma'lumot bo'lib qolsin. Men doktorman, oliy toifali doktorman, falon soham. Tuzalib ketayotganini ko'rayotganim uchun siz oldingizga chiqyapman. Siz immuniy insultlar bilan ishlayotgansiz deyapti. Sразу endi o'zim ham batlarga ochig'i faqat bat bilan yaxshi bo'lib ketadi degan gapga siz bilan fikrimiz bir xil bu masalada. Yaxshi unaqa ishonmayman. To'g'ri, qon suyultirganning hisobiga yaxshi bo'lishi mumkin. Balki shu batlarning ham hammasini yomon demaymiz. Qon suyultirib berishi mumkin, asablarni tinchlantirib berishi mumkin. Bu yaxshi taraflarini olamiz-ku, lekin mana bu yerda reabilitatsiya qolib, bat ichaverishlik. Bu noto'g'ri, albatta, bu noto'g'ri. Batlarni ham nima deydi? Agar ko'rsatma bo'lsa, organizmda qanaqadir defitsitlar bo'lsa tushunaman, ko'rsatma bo'lsa tushunaman, lekin o'sha siz aytgandek faqat doriga, batlarga udarение berib, bu yerda reabilitatsiyani tashab qo'yish bu noto'g'ri. Bu yerda aynan reklama shunaqa bo'lyapti. Men bu mavzuni ochganim sababi shunaqa. Bu yerda reabilitatsiya qo'shimcha tarzda deb aytsa bu boshqa gapda, lekin yo'q, insultdan qutulish xohlaysizmi? Mana shu dorini iching qutulasiz. Bu noto'g'ri, albatta noto'g'ri. Birinchi o'chirda reklama noto'g'ri bo'lyapti, ikkinchi o'chirda ertaga u doriga ishonchsizlik oshadi. Misol uchun unga sizga o'xshash, sizni patsientingizga o'xshagan qanchasi bu narsani ichadi, u bo'lmas ekan degan gap so'z chiqadi. Bu yerda hozir odamlarni ko'rgan, eshitganiga aldanib qolishlik ko'p uchrayapti-da. Bu noto'g'ri narsa. O'sha mana hozirgi bemorimda aytgan narsam bu haqiqatda bo'lgan narsa. Men to'g'risini aytsam achindim-da shu bemorga-da. Nahotki men aytdim, o'zi onaxonga aytibman, "Неужели shu reklamaga ishonmasdan, vrachlar aytganini qilmasdan, kimdir reklama qilyapti, ishonmasdan uni aytganini qilyapsiz" deyapman-da. O'zlari ham, "Yo'q qizim, to'g'ri" dedilar. Shu dorimni to'xtatdim, og'irlashdim. Chunki bilasiz-ku, Parkinsonga qarshi dorilarni u ichmasa, u kasallik zo'rayib, og'irlashib ketaveradi. Orqaga qaytmaydi endi qizi. Orqaga qaytmaydi-da. Achinarlisi shu. Yana bu insonlarga ortiqcha rasxod, ortiqcha pul ketkazishadi, qattandir dastavka qilib kelishadi. Shunaqa, yana korobkalab sotib oladingiz. Korobkalar yana 10 ta 15 ta korobkada hayron qolasiz-da. Bizda ham shunaqa. Endi siz statsionar sharoitdasiz. Biz asosan uyga borganimiz uchun bizga mana shu dorilarni ko'rsatishadi. Mana Rossiyadan kelgan, mana Indoneziyadan kelgan, Hindistondan kelgan. Ming afsuski. Mashina ichsam tuzalamar ekan, men shunaqa gap so'zda keyingisi. Endi o'zi bilasiz, insultdan keyingi odamlar nima desa ishonchuvchan bo'lib qoladi-da. Nima qilsa yurarkanman degan narsa turadi-da. Kim nima desa ishonib ketaverishadi. Cho'kayotgan odam qas cho'kkan yopishadi deganda shunaqa. Qattiq insult to'g'risida gap eshitsa harakat qilishadi. Chunki bu yerdachi ularga nimaga o'zi hamma doktorlarning gapini olsangiz reabilitatsiya deb turibdi-da. Dorini ichib ko'rishadi, reabilitatsiya mashaqqatli-da, og'riqli-da. O'shaning uchun unga vaqt kerak, u qiynalish kerak, uni kelib reabilitolog uni qiynash kerak. U qiynovlarga chidolmaganligi uchun oson yo'lni qidirishadi, naborot vaqtligini yo'qotib, yana ham yomon ahvolga tushib. Men ko'p videolarimda aytaman, o'sha vaqtida boshlanmagan reabilitatsiyani, misol uchun ko'pchilik finansga taqashi mumkin, ko'pchilik sharoitga yoki boshqa yo'lni qidirib ko'rishi mumkin. Ertaga bu vaziyat o'sha siz aytgandagi birinchi 3 oy oltin davri qaytib topolmaydi-da. Topolmaydi, albatta. O'sha undan keyin mana 3 oyda yaxshi bo'ladigan pasiyent 6 oy, 1 yilga cho'zilib ketishining sababligi shu o'zligi bo'lib qolishadi-da. Bu narsada xalqimizning meditsinskiy ilmi yo'ligidan, saviyasi sal pastroqligidan, immuniy meditsina sohasida tushunchalarimiz yo'ligidan-da bu aslida. Shu narsani tushungan odam hozir bitta doktor bilan o'tirib gaplashsangiz hech qaysi aytmaydi, "Yo, reabilitatsiyani qo'ygan, yana batni ichgan" debdi. Aytishmaydi. Birontasi aytmaydi, chunki ular bu sohada mayli sohasi ginekolog bo'lsa ham biladi-da, reabilitatsiya kerak. Albatta, hamma shifokorlarimiz bilishadi, reabilitatsiya muhim. Birinchi o'rinda insultdan keyin reabilitatsiya turadi. Shunaqa. Keyingi savolimiz, yoshlarning o'rtasida insult kasalligi nimaga ko'payyapti?
Bu savolingiz juda ham aktual, dolzarb savollardan biri. Hozirgi kunda yoshlar insult umuman yosharib ketdi. Men shu aytaman 20 yil oldin mana o'qib yurgan paytimizda insult desa hamma yoshi katta onaxon 60-70 larni ko'rar. Hech yoshlarni ko'rmaganman, praktikada kam bo'lardi. Hozirgi kunda 14 da ham, 10 yoshda ham, 15 yoshda ham insult juda ham ko'payib ketgan. Albatta buni sabablari bor. Men aytaman birinchi navbatda bu gipodinamiya, kam harakatlilik. Chunki hozir yoshlarimizni ko'pi bilasiz, telefonda, gadjetlar bilan oldindagi bolalik yo'q bolalarda. Oldin biz yoshligimizda ko'chada yugurib, arqon sakrab yurgan bo'lsak, hozirgi kunda yoshlarimizda bu narsa yo'q. Hamma gadjetlar bilan telefonda o'tirishadi yoki turli xil o'yinlarda bo'lishadi. Albatta bu gipodinamiya bo'lgandan keyin bu o'z navbatida semizlikka, ya'ni metabolik buzilishlarga olib keladi. Bu ham insult yoshlarning orasida insult ko'p uchrashiga sabab bo'ladi. Bundan tashqari turli xil sigaretlar, ya'ni hozirgi kunda bilasiz, har xil bolalarimizni tabletkalarga o'tkazib o'tirib qolishyapti-da. Bu tabletkalar oqibatida ham o'sha qon tomirlaridagi spazmga va tromb xavfi bo'lishiga moyillik kuchayib boryapti yoshlarning orasida. Bundan tashqari noto'g'ri ovqatlanishda, albatta to'g'ri e'tibor, noto'g'ri ovqatlanish juda ham ko'p farzandlar, ming afsuski o'zimni ham farzandlarim orasida ko'p kuzataman, fast foodlarga ruju qo'yishganda, uyi ovqati tursa ham, lekin haligi pitsalar, sosiskalar, bir nimalar dastavka qilishadi-da. Go'shtli ovqat turganda kalbasali ovqat yeyishadi. Bu shunaqa narsa. Urishaman, bo'lmasa biz uyda zapret bermayman. Lekin shunda ham bilasiz, iloji yo'q, buni kontrol qila olmaysiz. O'qishida, boshqasida baribir ham shu mahsulotlarni yeyishga harakat qilishadi. Ming afsuski, chunki bu mahsulotlar hammasi GMO saqlovchi, ya'ni qayta ishlangan mahsulotlar hisoblanadi. Bundan tashqari yana insultga sabab yana bir sababi bu o'sha gipodinamiya davomida o'sha kam harakat bo'lgan insonlarda bilasiz qon aylanishi yaxshi bo'lmaydi. Qon aylanishi yaxshi bo'lmagandan keyin, o'tiravergandan keyin, semizlik bo'lgandan keyin bilasiz bularda qo'shimcha kasalliklar paydo bo'ladi. Ya'ni gipertoniya, sahr bo'ladi. Gipertoniya, sahr bo'lgandan keyin qon quyuqlashadi. Qon quyuqlashgandan keyin bilasiz tromb hosil bo'lishiga moyillik ko'proq bo'ladi va buni natijasida bu turli xil gemorragik ishemik insultlarga sabab bo'ladi. Shu uchun ham aytamiz, yoshligi shu uchun ham mana hozir o'zi bilasiz, ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'proq targ'ibot, sog'lom turmush tarzi, to'g'ri ovqatlangin, sport bilan shug'ullan, 10 ming qadam yur. Men aytaman, o'zi eng arzon, eng tekin sport turi bu yurishda. Eng zo'ri yurish. Eng foydali. Eng foydalisi. Shunaqa odamlarni ko'raman-da, mashinada sport zalga borishadi, ishlab mashinada qaytib kelishadi. Men aytaman, undan ko'ra o'sha zalga pul to'lamaganda peshqon borib kelgan, o'sha yoqqa 10 ming qadam yur, ham tekin, ham toza havo, ham qon yurishadi. Ham pul berishyapti yursa. Hamma yursa pul berishyapti deyman-da, hayron qolasiz-da. Shunaqa. Ming afsuski shunaqa davrga kelib qoldik. Endi hozir mana shunaqa patsientlar kelishadi-da, endi zamon talabi ham bo'lib qoldi-da, o'tirib ishlash. Shunaqa mani patsientlarim bor, aytishniklar. Majbur, ishi shunaqa, o'tirib ishlashga majbur bo'lishadi. Soatlab o'tiraman deb endi gapirishadi. Anamni yig'ib o'tirsam, shularga ham aytaman. 1 soat ishlading, baraka topkur, o'rningdan tur, sal u yoq bu yoq upражнение qimillab, razminka qilib keyin joyingga o'tir. Kim seni majburlaydi? 12 soat mashinada o'tirib ishlagin deb deyman-da. Odam o'zida xohish bo'lishi kerak. Baribir ham o'zida xohish bo'lsa qiladi, bo'lmasa juda qiyin masala. Sizni aytganingiz, meni gapirganim qiyin. Shunaqa. Xohish bo'lmasa. Eng og'ir bemoringiz insultdan keyin oyoqqa turgani to'g'risida aytib bering. Bu shunaqa og'ir bo'lib yotganlarga motivatsiya bo'lsin. Albatta, men aytaman, mana shu bunaqa holatlar praktikamda ko'p bo'lgan. Nimagaki, men bilasiz, nogironlik bo'lgan shaxslar bilan ishlayman. Shunaqa birinchi gruppa bilan kelishadi. 2-3 kursdan keyin yurib ketgan bemorlarim ko'p bo'lgan. Hattoki telefon qilishadi, bilasiz, birinchi gruppa ko'proq pul oladi. Ularni ikkinchi gruppaga o'tkazib qo'ygandan keyin oladigan pullik ozgina kamayadi-da. Hattoki shunaqa holatlar bo'ladi. Telefon qilishadi, "Doktor, shunaqa turg'izib yurg'izib yuboribsiz, mani ikkinchi gruppaga tushirib qo'ydi" deyshadi. Kulaman-da, men aytaman, "Xursand bo'ling, o'sha berayotgan puli ham kerak emas, nogironlik. Lutfi sog'lig'ingiz yaxshi bo'lsin, o'zingiz mehnat qilib topgan pulingizga hech narsa yetmaydi" deyman. Yana shunaqa holatlar bo'lgan ko'p. Shunaqa kolyaskalarda kirib kelib, o'sha 15-20 kundan keyin sekin-sekin bir hassaga o'tishadi, hadunokda yurish boshlashadi-da. Bu bemorlarni ko'zidagi mehr, ya'ni shunaqa holatlar bo'ladi, yig'lashadi-da. O'sha o'zini turganini ko'rib, o'zini holatidan sevinch ko'z yoshi deydi-yu, ko'zlaridan yosh oqqanini ko'rib juda ham xursand bo'lib ketaman. Aynan shunaqa paytlarda nevrolog, reabilitolog bo'lgan
bo'lganimga Allohga shukr etaman-da. Kimgadir foydali qilib qo'ygani uchun, kimnidir yurishiga sababchi bo'lganim uchun xursand bo'lib ketaman shunaqa paytlarda. Albatta, bunaqa holatlar bizning praktikamizda tez-tez kuzatilib turadi. Menga mashinani eng yoqadigani o'zi ko'p joyda aytganman. Bilasizmi, mana shu yaxshi rezultat ko'rgandan keyin chin dildan, sidqidildan duo qilishadi-yu. Yetadi-da. Shu joyda yomon kayf qilaman. Menda ham xuddi shu. Hech narsa kerak, chiroyli duo-da. Bo'ldi. Mana shunaqa duolarni ko'p eshitganimiz uchun hamchi, yana ham o'zingiz ustingiz ishlagingiz, ana harakat qilib, yaxshi natijalar ko'rsatganlaringiz kelib ketadi-da. Hamma bemor bu duo motivatsiya. Mana shu narsani rasani nima desa bo'ladi, yoqtirganim uchun yana plyus yana bitta joy qolib ketibdi. Mana shu yaxshi duo qilishayotganda ko'p duolarga ahamiyat bering. Ota-onangga rahmat deyishadi. Bu shu joyini eshitganim o'zida ham ochiq rosa maza qilaman. Yoshligimdan sho'x bola bo'lganman. Hamma joyda urushqoq bola bo'lganman. Hech qachon meni orqamdan yaxshi gap eshitishmagan. Maktab bo'lsa, kollej bo'lsa, boshqa undan keyingi joylarda bo'lsa. Mana shu duoligini endi baribir eshitishadi, ko'rishadi. Ba'zi paytda to'g'ri kelib qoladi onamga, misol uchun kelib o'zligi duolar qilishgan paytdacha bir o'zim ichimdan o'tib ketadi, lekin ulardan o'tayotganini o'zim ham his qilaman-da. Mana shu joyi ham menga boshqacha kayf. O'shaning uchun aytishadi-da, oldingilar aytgan, nima edi? Oltin olma, duo oldi, bu bekorga emas-da. O'sha oyi dodalarimiz bekorga aytishmagan. Buni his qilgan odam tushunadi. Bu baxtni his qilgan odam tushunadi. Bu eng meni ishimda rag'batlantiradigan narsa o'z aslida mana shuda. Lekin men sizlar orqangizdan endi shu o'rinda aytib keta qolay. Mana ko'p patsientlarga boryapsizlar, ishlayapsizlar, juda ham savobli ishlar qilyapsizlar. Orqangizdan juda ham yaxshi gaplar eshityapman. Shunaqa shu bola keldi, komandasi bilan keldi, ishladi, mana bunaqa natijalar bo'ldi deb aytishyapti. Albatta men xursand bo'laman. Men chunki har bitta bemorga aytaman, bizda 10 kun, 15 kun bu kam. Uyda davom ettiringlar, uyga reabilitologlar chaqiringlar, imkon qadar ishlashga harakat qilinglar. Men aytaman, imkoniyatingiz bo'lmasa, hech bo'lmasa shu reabilitolog 10 kun qilgan ishini o'rganib olib, o'zingiz hech bo'lmasa davom ettiringlar deyman-da. Chunki bilasiz, bizning miyamiz shunaqa. Qancha ko'p harakat, shuncha tezroq tiklanish bo'ladi. To'g'ri. Biz o'zi ishlash uslubimiz o'zi aslida shunaqa. Bizda misol uchun 10 kunlik, 20 kunlik degan narsa yo'q. Birato'la 1 oylik anaqa dogovor qilaman patsientlar bilan. Через dень boradi, haftasiga 3 marta. 3 marta borib ishlab, kelmaydigan kunimiz bor-ku. Majburlab vazifa berib ketamiz. Mashina qo'ying. Endi shu patsientlarimizdan ichidan men sizga sartarovka qilib beraman buni. Qaysi biri ko'proq o'zini ustida ishlasa o'shalar tez tuzar ketadi. Qaysi biri ketganimizdan keyin bo'ldi, ketdi-yu deb yotib oladigan bo'lsa, o'shalarniki cho'zilaveradi. Men har doimcha reabilitatsiyada qanchada tuzalaman, garantiya berasizlarmi degan gapiga shunaqa javob beraman. Meditsinada birinchidan garantiya yo'q. Ikkinchidan tuzalishligi 70, 80, 90% bemor o'ziga bog'liq. O'ziga bog'liq. Bizni turtib yuboradigan odammiz. Shunaqa. To'g'ri yo'lni ko'rsatib yuboradigan odammiz. Hozir juda ham to'g'ri gapirdingiz. Mana shu garantiya bizga ham kelishadi-da. Doktor, men 10 kunda yurib ketamanmi, garantiya berasizmi? Kim hozir odam o'ziga garantiya bermaydi. Oddiy meditsina noto'g'ri qo'l qilib, tanani yarmini ishlatmay qo'yishi mumkin. Shunaqa. Qanaqa qilib bu turib yurib ketish? Yo'q, bo'lishi mumkin. Mumkin emas demaymiz. Alloh ko'rsatsa shunaqa yaxshi natijalar ko'rishimiz mumkin. Lekin bu yerda aytmoqchi bo'lganimiz, garantiya degan narsani biz bera olmaymiz. Berib bo'lmaydi, albatta. O'zimiz 5 minutdan keyin tiraymiz ham. Garantiya bu egasiga emas, nima deydi? Bandasiga emas, bu garantiya berish albatta. Qarang endichi, insultdan keyingi holat to'g'risida juda ham ko'p gaplashdik. Juda foydali ma'lumotlar bo'ldi odamlar uchun. Oxirigacha hech kerak bo'lgan gaplar bo'ldi. Insultga tushib qolmaslik uchun endi nima tavsiya berasiz? Hozir bir global masala bu. Albatta. Insult parallelni yuradi infarkt. Ikkalasiga yetib keturamiz, chunki ikkalasini albatta. Insultga chalinmaslik uchun men aytaman, mana hozirgi kunda bilasiz, har bir inson o'zi stress ko'payib ketdi-da insonlar orasida. Hamma narsa stress, hammada stress bor. Stress, uyqusizlik, eng yomoni men aytaman uyqusizlik deyman. Chunki uyqusizlik stress insultga olib kelmaydi, lekin insultga trigger bo'ladi, ya'ni qo'zg'atadi uni. Shu narsa. Bundan tashqari harakatni ko'paytiringlar, sog'lom turmush tarzi, to'g'ri ovqatlanish, sport bilan shug'ullanish, haligi aytganimizdek piyoda yurishda, bular hammasi men o'ylaymanki, o'zi umuman sog'lom turmush tarzi qilgan odamlarda bu insultga chalinish ehtimoli kamroq bo'ladi. Pitaniyada ham haligi fast foodlarni sal kamaytirib, nima deydi, to'g'ri ovqatlanishga o'tsak, qon suyulib tursa, davleniya joyida bo'lsa, kayfiyat yaxshi bo'lsa, uyqu vaqtida bo'lsa, men o'ylaymanki, insultni, infarktni ancha oldini olgan bo'lamiz. O'z hammasini sanab o'tdingiz. Uyqu vaqtida bo'lganicha, o'sha biz
aytaveramiz uyqu vaqtida bo'lishi kerak, me'yorda bo'lishi kerak, 8 soat bo'lishi kerak degan gaplarni-yu, lekin vaqti ham bor ekanda. Shu 10 dan 2 gacha bo'lgan vaqtda uxlamasa, undan keyin 23 soat uxlasa ham уже kerakli energiyani tana olmas ekan. Shunaqa. O'shaning uchun iloji bo'lsa shu hozir bizda odat bo'lib qolgan-ku, kechasi xonaga kirishimiz bilan telefon. Hammada bor bu narsa kasallik. Bu-chi ham zireniga ham zarar ekan, sababi xona qop-qorong'i. O'zi tun bilan kunni Alloh taolo shunaqa yaratib qo'yganki, tunda orom olish kerak edi. Biz sharoitni tun qilyapmiz-da, lekin telefonni yoritib telefonda o'tiramiz. O'sha miya ishlayapti. Chunki undan keyin bilasiz, miyada melatonin gormoni ishlaydi. Bu gormon ishlagan payti biz qancha uxlasak, shuncha miya dam oladi. Bizda nima qilishadi? 12-1 gacha telefonda o'tiramiz. Melatonin eng kerakli payt. Melatonin yetishmaydi. Bilasiz, melatonin yetishmovchiligi bu bosh miya qon tomir kasalligiga sabab bo'ladi. Melatonin ajralmaydi, kortizol ko'payib ketadi. Kortizol ko'paydi, marhamat, sizga davleniya, spazm, da, oxiri insult. Da. Shuning uchun oddiy bir aytgan o'zi mana islom eng to'g'ri yo'lda, chunki xuftondan keyingi uyqu bu eng yaxshi uyqu hisoblanadi, bilsangiz. O'shaning uchun ham oldin mana nimaga insult kam bo'lgan, nimaga oldin bunaqa ko'p bo'lmagan? Chunki oldin odamlar telefonda o'tirmagan, televizor ham bunaqa ko'p bo'lmagan, da, ko'rishmagan, harakat ko'p bo'lgan, xuftonni o'qishdi, kechqurun to'g'ri ovqatlanishgan, vaqtida uxlashgan, vaqtida turishgan. Bolalar bunaqa telefonda bo'lmagan, hamma ko'chada o'ynashgan. O'ynashligi ham даже qon aylanishiga yordam beradigan, kopda o'ynash, harakatli o'yinlar. Shunaqa o'yinlar bo'lardi, miya faoliyatini yaxshilaydigan o'yinlar bo'lganda. O'shaning uchun ham oldinlar men o'ylayman kasalliklar kamroq bo'lgan. Hozirgi kunda nafaqat insult, ko'pgina kasalliklar yosharib ketgan. Ming afsuski, shunaqa. Yosharib ketdi. Даже o'zimni 9 yoshli insult patsiyentni reabilitatsiya qilganmiz. Bu bolachada bir maktabda o'rtoqlik gashtini suradigan paytda insult bo'lib yotib, 1 yil 2 yillab maktabidan qolib ketdi-da u bola. Endi bir dushmaningizga ham ravo ko'rmaydigan holat ochig'ini aytganda bu narsa. O'sha yosh bola hozir yaxshi, o'sha turib yuryapti, o'sha keyingi mana shu yildan inshaalloh maktabga ham chiqmoqchi. Aytmoqchi bo'lganim shuncha narsadan o'sha orqada qolib ketdi-da. Fikrlashda ozgincha bor, hali ham o'zini bemalol ko'chaga chiqarib yuborishmaydi. Uyga topib kela olmay qolsa-chi degan narsa bor-da, ozgincha. Harakatlari ancha yaxshi. Boshida men esimda klinikamizga olib kelganda, ambulatorniy-ku bizaniki. Olib kelganda adalari ko'tarib olib kirardi. Ko'tarib olib kirardi, reabilitatsiya qilardik, olib chiqib ketardik, keyin o'sha uylariga bordik, o'sha turib yuryapti. Mana shu oxirgi terapiya borganimda bemalol yuribdi. Ozgincha asoratlari qolgan, miyada ozgincha. Qolgan hammasi yaxshi. Aytmoqchi bo'lganim 9 yoshli bola insult bo'lgan, kim o'zini insult bo'lmayman deb ayta oladi hozir? Hech kimga garantiya yo'q. Shunaqa. Bu siz aytganingizdek hozir sanab o'tganlaringizni hozir bundoq qarasa, yon atrofimiz o'zida hammamizda topilib qolyapti-da. Hattoki o'zimizda ham kuzatiladi shunaqa holatlar. Ayrim holatlar bo'ladi, uxlash o'rniga shu telefonda nimadir ishi bitiradi. Nimadir ishi bitirasiz, nimalardir qilasiz. Bundoq qarasangiz, soat 12-1 bo'lganini bilmay qolasiz. Telefon shunaqa narsa-da. Shunaqa olib kirib ketadi. Shuning uchun har doim aytaman, men uxlashdan 1 soat oldin telefonni qo'yib qo'yinglar. O'shanda uyqu to'g'ri va yaxshi uyqu bo'ladi, sifatli. Даже hozir shunaqa tavsiya berishyapti. Yotadigan joyingizda telefoningiz turmasin. Chunki shu nur tarqatishligi baribir bor narsa-ku. Albatta. Shu ham zarar yetkazadi. Yotadigan joyda zaryadga qo'yib bo'lmaydi. Yotadigan joyda telefon turmas. Ukamgina shu narsani odat qilib olishibdi. Er-xotin telefonni nariga xonaga korobkaga solishadi. Spalniga kirib qo'yishyapti. To'g'ri odat bu ham. Shunaqa. O'zini sog'lig'i uchun bo'lyapti aslida. Chunki hozir bilasiz, nima deydi, refleks bo'lib qoldi. Telefonni qo'yib uxlaymiz, turishimiz bilan telefonni olamiz. Budilnik telefonda soat necha bo'pti? Menimcha bu hozir hammada shunaqa bo'lsa kerak, shunaqa deb o'ylayman. Yo, eng qizig'ichi 5 minutga yo'q qolsin telefoningiz. Yo, trevoga. Qidirishga tushiladi. Hammaga telefon qil, top, qayerda qoldi, qayerda oxiri gaplashdi. Da, endi hayot zamon talabi bo'lib qoldimi? Hayot shundan iborat bo'lib qoldimi? Yo, bu telefon yomon demoqchi emasman, me'yorida. Me'yorida to'g'ri foydalanish. Chunki to'g'ri foydalanishsa, juda ko'p ma'lumot olsa bo'ladi hozirgi paytda telefondan. Telefon shuning uchun ham o'tiribmiz ham shu yerda. Shuncha telefonlar bilan. Shu xalqqa yetsin, ma'lumot bo'lsin degan maqsadda o'zi aslida. O'shaning uchun aytiladi, hamma narsada me'yor bo'lish kerak-da. Ovqatlanishda ham, telefon tutishda ham, hamma narsada me'yor bo'lsa, turli xil asoratlar bo'lmaydi o'shanda. Charoz opa, rahmat sizga kattakon shunchalik qimmatli vaqtingizni ayamga kelganingiz uchun. Siz bilan suhbatimiz juda ham maroqli va bizani kuzatuvchilarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Kimga shunaqa nevrolog Charoz Bahadirovnaning xizmatlari yoki konsultatsiyalari kerak bo'ladigan bo'lsa, nomerlarni yozib qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib konsultatsiyalar yozilib, oldilariga borsanglar bo'ladi. Foydali ma'lumotlarni bemalol o'zlaridan so'rab olsanglar bo'ladi. Hammanglarga rahmat kuzatganingiz uchun. Keyingi podkastlarimizda ko'rishguncha. Xayr.